Yo'l bir bilan pravasi shom bo'lganda ichib olib gayiga tushib qoladi. O'sha gayi oformat qilib yuborgandan keyin pravasini 6 oyga, 1 yilga, 3 yilgacha rishon qilinadi pravasi. O'sha srokka o'tgandan keyin imtihon topshirish kerak o'sha odam. Misol uchun BS pravasi bo'lsa, C da topshirib beradi. B ni o'zi bo'lsa, B ni o'zida topshirib beradi. Nazariy 50 ta savol. Amaliy. Amaliysi mana shu avtodromda bo'ladi. Imtihon markazi bilan bir xil. Shular ko'pchilik so'rashadi-da, nechta dars yetadi o'rganib olishimga deydi. 15 yil, 20 yil ko'chada mashina haydab yurgan odam bo'lsa ham, agar hech nimani o'rgatmasdan bu avtodromga olib kirib qo'ysanglar, 100% yiqiladi o'sha odam. Qonun qoidalarini bilmasa, aniq yiqiladi. Endi o'rganib olish uchun 2 soat dars yetadi. O'sha odam, misol uchun, yo'nalishini yodlaydi, gruzovoylarning parkovkasi bor bu yerda, gruzovoylarning yuradigan alohida yo'li bor. Shularga kirib ketmasdan B kategoriyaning o'zining yo'lidan yurib berish kerak. Ana shuni o'rganish uchun keladi odamlar. Haydashni bilaman, menga nechta dars kerak deb so'raganlar uchun ma'lumot.